Bugun shu pijamamni yoqib tashlayman. Jonimga tegib ketishdi. Shu pijamasdan boshqa pijamasi yo'qmi? Boshqa kiyimi yo'qmi deb. Bor pijamalarim, lekin men uyda udobniy bo'lgani uchun shuni kiyib yuraman. Kechqurun yuvib qo'yaman har kun. Kechqurun boshqa pijamamni kiyib yuraman. U pijamalarimni chiqarmayman videoga. Nimaga bilasizlarmi? Sal farosatli ishlatinglar. Mayichkali pijama bo'ladi, shortikchali pijama bo'ladi. Nima masalga har kun har xil pijamalarimni ko'rsatmayman-ku. Uyda udobniy bo'lgani uchun shu pijamamni doim kiyib yuraman. Endi bo'lsa videoni asl temasiga qaytamiz. Ko'pchilik so'ragan va ko'pchilik sog'ingan rubrika Uborka Time. Bir hafta Farg'onada turib kelganimdan keyin uyimni tozalagan umuman vaqtim bo'lgani yo'q. Keldim srazi Niginapamga borib, Niginapam bilan birga qoldim. Undan tashqari Dilshoda bilan syomkalarimiz bordi. Syomkalarda yurdim va nihoyat bugun kechqurun belim baquvvat qilib uy tozalashni boshladim va men allergiyamga qarshi chiqib, men tozalovchi kimyoviy vositalardan foydalandim, lekin juda ham qiynaldim, nafas olganimda qiynaldim, aksir urdim. Gazlarimni shunday yuvmasam, men yo'q paytim bilasizlarmi, odam uyda yashamasa ham uy yomon bo'lib ketadi-da. Meni uyim xuddi shunaqa holatga kelib qolibdi. Kafillar tozaladim, hamma yo'qda artdim, chirklarni ketkizdim, keyin meni tozalaydigan narsalarni ham yuvib, olib qo'yib, keyin boshqatdan tozalab stollarni ham artdim, idishlarimni yuvib, to'ntarib, yana boshqatdan kafillarimni artib, shipirib, yaxshilab musurni qaranglar. Odam yashamasa ham shuncha musur bo'lsa-ya, voy xudo, keyin pollarimni artdim va toza oshxonada jonim huzur topdi. Sizlar ham tozalasalaring, mazza qilasizlarmi o'rtoqlar, yozib ketinglar.